Hammaga assalomu alaykum. Yunusobodda Korzinkadamiz. Hamma bo'ldi, благотворительность qilishyapti. Bugun поездка mo'ljallab qo'yganmiz. 10 maya soat 4:40. Hozir ketish harakatidamiz. Xudo xolisa bugun Poplano, Arashan inshaalloh yo'llarni ko'rsatib boramiz. Холодильникda уже qo'yildi, yoz keldi. Почти. Soat 7dan 15 minut o'tdi. Biz xudo xolisa Ertoshsoyga o'sha Arashanga kirib ketadigan joyga kelib qoldik. Mana Ertoshsoy yoziladigan joydan kirib ketiladi. Утро. Короче, shinalarni travich qilgani to'xtadik. Davleniyani tushirgani. Firdavsjon, necha qo'yamiz davleniyani? 1,5 xudo xolisa. 1,5. Va nihoyat alhamdulillah o'zlariga kelib oldik. Toshkentdan o'zimizcha soat 5 da chiqdik. Kelganimizda hech kim bo'lmaydi bo'lib. Voila. Горячий источникda очередь 3 kunlik. Атмосфера примерно mana shunaqa. Bugun qattandir makaron по-флотски tayyorlashga lozim topdik. Hozir harakatdamiz. Buni o'tirganman. Qanaqa? Ko'ting qisib gapirmagani yaxshi. Ogohlantirmadi. Gapirsang ham gapiriladigan gaplarni gapirsang yaxshi. Afzallik. Ozerada afzal. Просто слишком balandamiz, o'shanga ozgina anaqa Kelinglar mana по-флотскийimiz. piyni chiqamiz. Kalyanam olib chiqyapti. Bay. Sog'da по-флотский. Arashanda. Quyosh qizdiryapti слишком. To'ka dam oldilar. Nравится. Hoy, peshkom bolalar bilan Tulpor ko'lga ketyapmiz. Mana chiroyli joylar. Ana, почти yaqinlashib qoldik. O'zbekistonda Islandiyani ko'rganmisizlar? Iceberglar. Oqib yurganmi? Hey. Maşallah. Faqat pingvin yo'q. Peshkom yurishi nagражденияsi. Mana shunaqa O'zbekistonda Islandiya telefonda sizlarga baribir maksimalni ko'rsatib bera olmaymiz.
No. Описать qilish juda qiyin. Krasotani. Juda chiroyli. Короче, sizlarga bu chiroyi yarmisini ham ko'rsatib bera olmayman telefonda. Вот, очередное озеро O'zbekchada navbatdagi ko'l, oyna ko'l. Озеро Зеркало, Lake of Mirror. Qachon ko'patib, bratova? Короче, chiqib qo'yasizlar-da, kesinglar ko'l.